Bugungi kunimizning har bir sohasi raqamlar bilan chambarchas bog'liq. Statistika bu shunchaki sonlar yig'indisi emas, balki hayotimizning o'zi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish to'g'risidagi tegishli sonli farmoniga muvofiq 2026-yilning 15-yanvar 28-fevral kunlari mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu o'quv seminarlarda asosan 170-sonli farmonning mazmun mohiyati to'g'risida tushunchalar berildi va 71 turdagi savolnomalar bo'yicha tushunchalar berilib, bu savolnomalar bo'yicha mahalla yettiligining har bir xodimlari bilan birgalikda savol-javoblar ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Mazkur tizimli ishlarga puxta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ushbu jarayon doirasida Qarshi shahar hokimligi, viloyat statistika boshqarmasi hamda tuman statistika bo'limi mahalla yettiligi bilan yaqindan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Tashkil etilgan mazkur muloqotda esa bajarilayotgan ishlar va kelgusi rejalar haqida so'z bordi. Shuningdek, ro'yxatga olish jarayonida foydalaniladigan axborot tizimlari, elektron so'rovnomalarni to'ldirish tartibi va boshqa muhim mavzularda ma'lumot berildi. Bu kabi o'quv seminarlar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etish va xalqaro talablar asosida o'tkazishga xizmat qiladi.